Yarından mı? Yok hocam. Öyle. Video. Video. Allah'a. Ha, может быть, конечно. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün şuşa izgi Ramazan ayı başlanı nisbetinden şaktak halkımızga yetkirerge şuşa Ramazan ayına äzirlenu barga 28 orazaga kirib bitmiş şulay bit. Ne xamir satuını tayyorga talep etasiz? Ne için bu Ramazan'da gına talep etasiz? Bütün vaqtlarda talep etasizmi, etmaysizmi? İslam dini Allah Teala umman tıydı. Orak şunu xamirde bizden için haram etdi. Bizden indi ko'rganimizcha Tatariston İslam dinine qaytib qana kela ham İslam dini boshlanishida da gana akrinlab tıydı Allah subhanahu wa taala ile sahabeler vaqtında. Hozirda biz chaqiramiz xalqni, oraqaga batgan xalqni shu shoyda birinchi qadam ishmasga mumkin qadar ham endi balki shu Ramazan oyidan so'ng Allah subhanahu wa taala ko'ngillarine solib shu oraqani ishidan tiyilirlar deb umid etamiz endi. Foydası olur ekan, siz necha o'ylaysiz? Bizden sebep Allah Teala'dan bereket. Amina bu Ramazan bitgachda xamir shuni tiyuvni talep eteceksizmi? Shunda piketlar bilan. İnşallah biz onu elbette tiyuvni talep ederge tiyishmiz, chunki bizning xalqimizning taralуы hem onun dini hem onun ahlakı yo'qoluvining, kulturasi yo'qoluvining eng zo'r sabablarining birisi shu oraq ichuvidan boshlanadi. Oraq kundalik nega kirdi, bayramlarga kirdi ham shu urishcha bayramlar ita boshlab xalqimiz buzilib bir ko'p nasharatlarga batdi. Sizni yonga kelib so'rashuvchilar bormi, narsa uchun chiqdingiz, narsa kishilar bir qattiq qiziqsanalar, chunki mana avtobuslar o'tib ketadi, bunday kishilar to'xtaylar. Hali bulay kuchli aytiktiri piketning bo'lgani yo'q, chunki kishilar bir qiziqsanib uyatalar. Chunki Ramazon oyi yaqinlasha, ham ularga da bir qiziq mana shu Ramazon oyina chaqiruv ham ularning ko'ngillarida yaxshi hislar uyatadir deb o'ylayman.